Xo'p, darsimiz davom etadi do'stlar. Men sizlarga tushuntirishni birinchi pessimistic lockdan boshlamoqchiman. Chunki bu tushunishga osonroq. Xo'p, pessimistic lock qanday qilib bizga yordam beradi? Gapni qisqasi, gapni dangali deydi-yu. Gapni dangali pessimistic lock qatorni qulflab qo'yadi. Ma'lumotlar bazasidagi qatorni qulflab qo'yadi. Bu nima degani? Masalan, mana bu bitta thread bo'lsin. Mana shu bitta thread shu qatordagi ma'lumotni get qilib oldimi? Get qilib oldimi? Boshqa threadlar toki bu commit qilmagunicha, buni commit deymiz mana. Toki bu thread, birinchi thread, mana bu thread 1 deymiz. Thread 1, mana bu thread 2. Demak, toki thread 1 commit qilmagunicha thread 2 buni ololmaydi. Qatorni qulflaydi deganim, bir qatorni bitta thread oldimi, bir qatorni sizni programmangiz oldimi, qulfga o'xshamayapti, uzr so'rayman. Sal pal o'xshadi. Bir qatorni bitta thread oldimi, bu qatorni, aynan shu qatorni boshqa thread toki commit bo'lmaguncha ololmaydi. Mana shu yerda sal chalg'ishingiz mumkin. Nima foyda bundan degan ma'noda chalg'ishingiz mumkin. Tasavvur qiling, bizda 3 ta thread bor. 3 ta thread bor. Xo'p, birinchisi deylik 123-videoga like bosildi birinchisida, ikkinchisi threadda 124-ga, uchinchi threadda 125-idli videoga like bosildi. O'zi like bosilish funksiyasi o'zi bitta bo'ladi. Misol uchun, sizning kodingizda qanaqadir like pressed like bosildi degan funksiya bo'ladi. O'sha funksiya demak bir nechta threadlardan chaqiriladi. Hozir bizning vaziyatda 3 tadan chaqirilyapti. Endi bu yerda balki 100 ta threaddan chaqirilgan bo'lishi mumkin. 1000 ta threaddan chaqirilgan bo'lishi mumkin, bilmaymiz. Xullas chaqirilyapti mana shu funksiya 3 ta threaddan. Xo'p, agar biz mana shu funksiyamizni sync qilib qo'ysak, synchronized funksiya qilib qo'ysak, nima bo'ladi? Bu degani bitta thread ishini tugatmaguncha ikkinchi thread kutib turadi. Ikkinchi thread ishini tugatmaguncha uchinchi thread kutib turadi. Bu degani mana bu uchinchi thread mana bu ikkala threadni tugashini kutish kerak bechora. Kutadimi? Kutadi, iloji yo'q. Mana shu bu sync edi. Xo'p, endi pessimistic locking bizga nima beryapti? Pessimistic locking qanaqa plus beryapti? Performance oshyaptimi? Optimallashyaptimi bizani kodimiz? Albatta, ha, optimallashyapti. Chunki pessimistic lock qatorni qulflaydi. Yana qulf chizishga to'g'ri kelyapti. Pessimistic lock qatorni qulflaydi. Va qatorni qulfladi degani, masalan, birinchi thread 123 demak video bilan ishlamoqchimi? Ishlayveradi. Ikkinchi thread 124-video bilan ishlamoqchimi? Ishlayveradi. Bular bir-birini kutmaydi va uchinchi thread ham bularni kutmaydi. Chunki bu uchala thread, uchalasi ham boshqa qatorlarga murojaat qilyapti. Pessimistic lockda endi bu dasturlash tiliga bog'liq, ma'lumotlar bazasiga bog'liq. Ba'zi bir dasturlash tillarida shunchaki annotatsiya bilan lock degan masalan Springda shunaqasi bor edi. Hali buni kod levelda ham ko'rsataman sizlarga. Lock annotatsiyasi bilan demak hal qilinadi yoki select for update query'lar bilan hal qilinadi. Hali buni ko'rsataman sizlarga. Bu keyingi masala. Biz hozir nazariy jihatdan buni ishlash prinsipini tushunib olishimiz kerak. Demak, qator qulflanishi bu bizni programmamizni optimallashtiradi. Chunki mana bu like pressed degan funksiyaga tasavvur qiling, 1 sekundda 1 millionta zapros bo'lyapti. Ya'ni 1 sekundda 1 million marta mana shu funksiya chaqirilyapti. Endi tasavvur qiling, siz buni synchronized qilib qo'ysangiz, bu 1 millionta chaqiruv, bu 1 millionta thread demak bir-birini kutadi. Qachonki birinchisi tugaydi, keyin ikkinchisi boshlaydi. Qachonki ikkinchisi tugaydi, keyin uchinchisi boshlaydi va hokazo 1 milliongacha ketdi. Va bu programmamizni shu darajada sekinlashtiradiki, programma to'xtab qoladi deyarli. Xo'p, demak sync yoki synchronized kalit so'zi yoki lock obyektlari o'tgan darsda men nima ekanligini tushuntirganman. Ular demak har doim ham bizga yordam bermas ekan. Uning ustiga mana bu funksiyaning ichida nima bor? Bu funksiyaning ichida bir nechta db call bo'lishi mumkin. Db call'lar, ya'ni database ga murojaatlar demoqchiman.
terminlar bilan gapirsa yaxshi, intervyuga yordam beradi. Bir nechta db kollar bo'lsa bu funksiyaning ichida va bu synchronized bo'lsa, e, o'lgani ustiga tepganday bo'lib qoladi. Chunki har bitta db kol qanchadir vaqt oladi, qanchadir vaqt oladi, qanchadir vaqt oladi. Yana siz buni synchronized qilib qo'ysangiz, mana bu 1 millionta chaqiruv har biri bir-birini kutishi bilan birga mana bu db kollar demak programmani sekinlashtirib qo'ygan bo'ladi. Bu degani mana bu narsa 2 kun davom etadi degani. 2 kun emas u, lekin juda ham ko'p vaqt oladi degani. Biz programmani optimallashtirish va race condition'ni oldini olish haqida gapirmoqchimiz. Xo'p, demak pessimistic log ishlatsak agar, mana bu 1 millionta thread bir-birini kutmaydi. Taxminan 10 ta thread bir-birini kutishi mumkin. Tasavvur qiling, 10 ta thread faqat mana bu 123-videoga demak like bosildi. 10 ta threaddan. Mana shu 1 millionta kelgan chaqiruvdan 10 tasi 123-videoga bosilgan like edi. Bu degani 9 million 990 ming astag'firullah 9 million 999 ming 990 ta qolgan chaqiruvlar o'zaro parallel ishlayveradi. Faqat mana bu 10 ta faqatgina bitta videoga qaratilgan like zaproslar, ya'ni mana shu nimalar, demak threadlargina bir-birini kutadi. Bu programmani juda ham tezlashtiradi. Menimcha his qildingiz deb o'ylayman. Buni his qilish qiyin emas, juda oson. Mana shu pessimistic log. Uni ustiga nimaga synchronizeddan o'zi nimagaligini tushunib yetdingiz. Nimaga synchronized emas, nimaga pessimistic logligini menimcha tushunib yetdingiz. Chunki juda ham pessimistic logda performance yuqori. Ba'zilar shunchaki pessimistic logda performance past, bu sekin ishlaydi, programma down bo'ladi, programma yiqiladi deb turib qo'rqib pessimistic log ishlatishmaydi. Juda xato ish bu. Demak, bemalol pessimistic log ishlatish mumkin. Synchronizedga nisbatan bu ancha optimizatsiya qiladi kodingizni, programmangizni. Xo'p, yana bitta synchronizeddan ustun tarafi o'zi aytish shart emas u. Chunki уже shu aytgan gaplarimizni o'zi synchronized o'rniga pessimistic logni ishlatish kerakligini, zarurligini, shartligini уже menimcha aniq qilib qo'ydi-yu. Lekin yana bitta plus tarafi haqida gapiramiz. Agar siz multi-module, ya'ni ko'p modulli mikroservis deymizmi, bir nechta mikroservisli dasturda ishlayotgan bo'lsangiz, mana bu mikroservis 1, mana bu mikroservis 2, mana bu mikroservis 3. Masalan, siz synchronized keywordni bitta mikroservisga qo'yasizda, boshqa mikroservislar lekin buni chaqirayotgan bo'lsa, bularda уже synchronized yo'q. Mana shu holatda ham race condition sodir bo'lishi mumkin. Chunki siz faqatgina mana bu mikroservisda synchronized qilgansiz, lekin boshqa bir mikroservis yana shu qatorni ishlatadi, yana shu qatorni olib like'lar sonini o'zgartiradi va hokazo. Endi mana shu vaziyatda synchronized u birinchi mikroservisda qolib ketdi. Ikkinchi mikroservisni metodi demak bu synchronizedni ko'rmaydi va bemalol bu qatorni olishi mumkin. Agar biz pessimistic logdan foydalansak, bir nechta mikroservis bo'ladimi? Har bir mikroservis ichida bir nechtadan threadlar demak bizni database table'imizga murojaat qilayotgan bo'ladimi? Demak, mana chilaylik. Mana bir nechta mikroservisdan murojaatlar kelayotgan bo'ladimi? Qizig'i yo'q, database levelida mana bu log qulflanadi. Bu degani demak biz qo'rqmasak ham bo'ladi degani, ya'ni juda ham ishonchli demak usul bu. Xo'p, mana shu pessimistic log haqida edi. Keyingi darsimiz optimistic log haqida bo'ladi. Xo'p, agar kimda qanaqadir savollar bo'lsa, kommentni to'xtatmaymiz. Kommentda so'rasalaringiz, men har bir kishiga qo'limdan kelgancha, bilganimcha javob berishga harakat qilaman. Agar bilmasam, tanishlarimdan so'rab topib bo'lsa ham javob berishga harakat qilaman. Albatta, bilmagan narsalarimiz ko'p, lekin Xudoga shukr tanishlar ham ko'p. Xo'p, demak keyingi darsda ko'rishguncha, keyingi dars optimistic log haqida bo'ladi.